Salaf ulamolariga qarasang, tavhid haqida gapirar ekan, ikki qismni gapirardi. Birinchisi tavhidda itoat tavhidi deb gapirishardi. Hokimiyat tavhidi deb gapirishardi. Bu tavhidning xulosasi Rasulullohning mana bu so'zlarida jamlanadi. La ta'ata li mahluq fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa ma'siyat bo'lgan o'rinda hech qanday mahluqqa itoat yo'q. Ma'siyat bo'lgan o'rinda hech qanday mahluqqa itoat yo'q. Ota-onami u mahluq? Davlatmi? Ustozmi? Kim bo'lsa ham. Mana shuni tasdig'i, mana bizda o'zimizda endi qatag'onga uchragan ulamolardan boshqa masjid minbarlarida hokimiyat tavhidi haqida gapirganini eshitasizmi? Qatag'onga uchragan ulamolar gapirdi, to'g'ri, o'lib ketdi, qochib ketdi, tashqariga nechtasi otildi, yana domdaraksiz ketdi. O'shalardan boshqa deyapmiz. Hech kim gapirmaydi. Asli esa katta tavhid mana shu. Endi bu buzilish ko'rinishlari qanaqa bo'ldi musulmon olamida? Birinchisi uluhiyat tushunchasidagi buzilish. Ya'ni iloh kim? Hozir aksar musulmonlardan so'rasangiz, iloh Alloh deydi. Xo'p, o'sha Alloh kim? U aytadiki, ha, u bizni yaratgan. Ha, nima qilishimiz kerak endi biz? Ibodat qilishimiz kerak unga. Ibodat qanaqa bo'ladi? Desangiz aytadiki, namoz, roza, zakot, haj va hokazo deydi. Ana shu iloh va ilohga sig'inish tushunchasidagi buzilish. Nima edi bu to'g'ri tushuncha unda desangiz, bu ibodat, ilohga sig'inishni bir qismi xolos. Ikkinchi qismi bor. Ilohni buyruqlari va unga itoat qilib, unga sig'inishdi. Uki hokimiyat borasidagi ulug'iyat. Birinchi musulmonlarda mana shu narsa yo'qoldi. Iloh haqidagi to'g'ri tasavvur. Uki ikki jihatdan iborat bo'ladi. Ilohga sig'inish, ibodat tarzida sig'inish, hukumat tarzida unga sig'inish. Hukumat tarzida unga sig'inishga endi dalillar ko'p. Buni unda aytganmiz. Hukm darslarida gapirganmiz. Alayhisallohu bi ahkamil hakimin deydi masalan Qur'onda. Alloh hokimlarning eng hokimi. Ana shu ikki jihatni tushunmaslikdan, bittasini tushunishdan jamiyat ichida shunaqangi hukumatni dindan ayiradigan sekulyarlar vujudga keldi. Salaf ulamolariga qarasang, tavhid haqida gapirar ekan, ikki qismni gapirardi. Salaf ulamolari o'tmishdagi ulamolar nazarda deyapti. Tobinlar, taba tobinlar. Birinchisi tavhidda itoat tavhidi deb gapirishardi. Hokimiyat tavhidi deb gapirishardi. Ikkinchi tavhid iroda va maqsadlar, ya'ni ibodatdagi tavhid deb gapirishardi. Hozir siz tavhid kitobini o'qiysizda, o'tmishda ulamolar tavhid haqida bir juda chiroyli gaplarni gapirgan, tavhid bir ozuqa degan, o'sha hisni topa olmaysiz-ku hozirgi tavhid kitoblarida. Ana shuni sababi nima? Masalan, biz ham Misrga birinchi borgan paytimizda shunaqa tasavvurimiz bor edi, tavhid ilmini o'qisak iymonimiz jo'shib ketadi, yangicha odamga aylanib qolamiz, o'ylardik. Kitob tavhidni o'qisak yoki shunga o'xshagan tavhid haqidagi kitoblarni o'qisak, unaqa ruh yo'q. Faqat shu shirk, kufr va hokazo shunaqa narsalar. Ana shuni sababi tavhidni faqat ibodatga qaytlab qo'yishdi. Xususan madhaliylarda mana shunda roli bor. Tavhid baqir-chaqir qiladi, nimani o'rgatadi? Faqat qabrga sig'inmaslik tavhidi, avliyolardan madad so'ramaslik. Bu bir qism xolos. Ikkinchi qismi bor tavhidni. Uni asli birinchi qismi desak ham to'g'riroq bo'ladi o'zi. Uki hokimiyat tavhidi. Butun insoniyatning qonunlari, boshqaruvini Alloh chiqaradi. Insonga tavhid haqida ruhni, tavhiddagi bir ozuqani ana shu tavhid beradi aslida. Hokimiyat tavhidini tushunish ya'ni. Ana shuning uchun qadimda ulamolar buni tavhidiyatul uzma deb nomlardi. Buyuk tavhid deb ya'ni. Bu yo'qolib ketdi odamlardan. Bu tavhidning xulosasi Rasulullohning mana bu so'zlarida jamlanadi. La ta'ata li mahluq fi ma'siyatil xoliq. Ana shu tavhid mana. Xoliqqa ma'siyat bo'lgan o'rinda hech qanday mahluqqa itoat yo'q. Ota-onami u mahluq? Davlatmi? Ustozmi? Kim bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi? Mana bunaqangi tavhid shu odamning qalbi istagan tavhid. Bunday yuragingizga bir suv sepadi. Muzdek bo'ladi. Ha, mana shu narsa kerak edi o'zi deysiz. Hozirgi tavhidlarda qarasangiz falsafa. Xususan mana bunaqangi bidat toifalaridagi tavhidni qarasangiz, mantiqdan keladi, ilmiy kalomdan keladi. Odamlar uni o'qib chiqadi, quruq falsafani o'qib chiqqanday bo'ladi. Ruh yo'q. Va mana bu so'zi Allohning mana yana. Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya. Sizlar o'zingizlarga Robbingizlardan nozil qilingan narsaga ergashinglar. Undan boshqa narsalarda avliyo tutib ergashmanglar. Ana shuni ichiga qonunlar ham kiradimi? Robbingizlardan nozil qilingan narsaning ichida qonunlar ham bormi? Ana shunga ergashish chaqiryapti. Undan boshqa narsalarda avliyo tutib ergashib ketmanglar unga deyapti. Mana bu ham musulmonlar unutgan katta tavhid. Bir davlat uni ustiga chiqib olgan bo'lsa, endi o'sha davlatga itoat qilish kerak deb yuraveradi. Allohga ergashishga zidmi, yo'qmi qaramaydi. Mana shuni tasdig'i. Mana bizda o'zimizda
endi qatag'onga uchragan ulamolardan boshqa masjid minbarlarida hokimiyat tavhidi haqida gapirganini eshitasizmi? Qatag'onga uchragan ulamolar gapirdi, to'g'ri, o'lib ketdi, qochib ketdi, tashqariga nechtasi otildi, yana domdaraksiz ketdi. O'shalardan boshqa deyapmiz. Hech kim gapirmaydi. Asli esa katta tavhid mana shu. Shunda odamlar ibodatni hokimlarga beradigan bo'lib qoldi, podshohlarga yoki mazhab ulamolariga yoki sufilar bo'lsa o'zlarining mashoyixlariga, pirlariga yoki avom xalq ko'zbo'yamachilarga, ana shu Allohga berilish kerak bo'lgan itoat tavhidini ana shu yuqorida aytilganlarga berishdi odamlar. Buni o'zi Rasululloh bashorat berganlar. Islom bog'ichlari birma-bir uzilib boradi. Eng birinchi uzilaydigani hukm, oxirgisi namoz deganlar. Har qachon bittasi uzilsa, odamlar keyingisini ushlab qolaveradi. Mana shu hadisdan o'z bashorat borki, islomda eng birinchi unut bo'ladigan ibodat odamlarga hokimiyat ibodati. Mana shu zamonni ko'rdik biz hozir. Hokimiyatni ibodat desa odamlar nima deyapsan deydi. Qanaqa ibodat hokimiyat deydi. Rasululloh bashorat berib qo'yganlar shuni. Odamlar shuni ibodatligini unutadi deganlar. Oxirgisi bo'lsa namoz. Bor namozni ham unutaveradi. Ya'ni bunday bor ko'ryapmiz hozir benamozlarda.